Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Mizi.com YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bu videoda biz dropshipping uchun qanday qilib mahsulotni tanlash kerakligini aytib o'tamiz. Ya'ni qaysi ko'rsatkichlar bo'yicha mahsulotni tanlash kerak AliExpressda. Yetkazib beruvchini AliExpressda tanlash mezonlari: birinchisi bu buyurtmalar soni, ikkinchisi reyting, uchinchisi mahsulot sifati va to'rtinchisi bu yetkazib berish. Buyurtmalar soniga keladigan bo'lsak, misol uchun AliExpressda ko'p mahsulotlar bor, bir xil mahsulotlar, lekin buyurtmalar soni har xil bo'lishi mumkin. Misol uchun mana mahsulotni oladigan bo'lsak, Pet Supplies yo'nalishda 20 ta sold bo'lgan ekan, ya'ni 20 ta sotuv bo'lgan ekan va 5 ta review. Ya'ni juda ham kam sotuv uchun. Lekin xuddi shunga o'xshagan mahsulot boshqa yetkazib beruvchida, ya'ni boshqa supplierda 5000 dan ortiq savdo bo'lgan va 974 ta review, ya'ni sharhlari bor. Ya'ni juda ham ko'p odam sotib olgan, juda ham ko'p odam o'zini fikrini qoldirgan. Ya'ni shu mahsulotni biza do'konimizga yuklashimiz kerak bo'ladi. Endi reytingga keladigan bo'lsak, yaxshi reytingning asosiy mezonlari bu: birinchisi 4 ta yoki 5 ta yulduz bo'lishi kerak. Kamida 300 ta buyurtma bo'lishi kerak va buyurtmalarning umumiy sonidan 10% review, ya'ni 10% sharh. Misol uchun 1000 ta buyurtma bo'lgan bo'lsa va undan 10% 100 ta review bo'lishi kerak shu mahsulotda. Chunki shu reviewga qarab, shu sharhga qarab biza mahsulot va qadoqlash sifatini bilib olamiz, tahlil qilib. Ya'ni qay darajada qadoqlangan va qay darajada yetib borgan, yaxshi yetib borganmi yoki yo'qmi, shu tahlil orqali bilib olamiz. Bu suppliers qanaqa ishlaydi va qanday qilib yetkazib beradi mahsulotni. Bu juda ham muhim narsa va shu orqali bilib olasiz, yaxshimi yoki yomonmi yetkazib beruvchi. Keyingisi yetkazib berish ko'rsatkichi. Ko'pchilik AliExpressda juda ham ko'p mahsulotlar bor. Free shipping, bashli hammasi free shipping, ya'ni bepul yetkazib berish narxi. Lekin ko'pchilik aldanib qoladi. Free shipping degan joyda tracking unavailable bo'lib qolishi mumkin. Bu xato, buni tanlash kerak emas. Tracking unavailable, ya'ni tracking nomeri, tracking kuzatuv raqami bu mahsulotda yo'q. Bu juda ham katta xatolarga olib keladi. Agar adashib shu narsani tanlab qo'ysak, nimaga? Chunki mijoz tekshirish uchun, ya'ni shu tracking kuzatuv raqami orqali tekshirib olish uchun qaysi darajada mahsulot yetib kelganmi yoki yo'qmi, qanchada yetib keladi. Va misol uchun juda ham ko'p skamerlar bor dropshipping sohasida ham. Misol uchun jinini yoqib oladi. Mahsulotim yetib kelmagan deydi, lekin yetib kelgan bo'ladi va Stripe'ga, ya'ni to'lov tizimiga, Stripe yoki PayPal'ga shikoyat beradi. Case ochiladi, ya'ni ish ochiladi va dispute, ya'ni bahslash boshlanadi. Refund qilish uchun, ya'ni qaytarib olish uchun mahsulotni shu pulini undirib olmoqchi bo'ladi, ham mahsulotni pulini. Agar sizda tracking number bo'lmasa, siz bu ishni yutqizasiz va pulni ham qaytarib berasiz. Ya'ni tracking number bu sizni isbotingiz, ya'ni shu mahsulot mijozga yetib kelganligi haqida. Bu sizni isbotingiz bo'ladi shu to'lov tizimlarini oldida. O'shaning uchun har doim tracking available ni tanlang. Farqi yo'q, free shipping bo'ladimi yoki pullik bo'ladimi, birinchi navbatda tracking available ga e'tiboringizni qarating. YouTube kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizni kuzatib boring. Agar savollaringiz bo'lsa, Telegramdan yozing: Mizi.com support. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.